don olish yuribsan desam, yolg'ondan yig'lab odamlarga meni yomon ko'rsatib turib, yig'lab chiqib turib, mana onam bilan o'tiribman, Ravush menga prosta anav berdi, operatsiyamga pul berdi, Turkiyada yordam qildi dedi-ku. Ha? O'sha Ravush degani bilan shakar guptorlik qilib yurgan ekan kalas. To'g'ri? Men rasmlarini ko'rdim. U qo'yni Odilxonni ustidan yozib bergan-ku. Ha. Ziyon keltirish deb ham yozib bergan ekan. Odilxonga 32 million ishlab chiqdi. Voy javob. Odilxonga yetyapti. Bir bolani ziyon keltirish, yana bir bola deb yozsam pul chiqarib berar ekan-da, pul olib berar ekansiz undan. Men do'stlar birovni yomonlamayman. Meni xarakterimni bilasizlar. Menga sikkan joyim bor. Men birovni gapirsam, unga ochko bo'ladi. Menga plus bo'lmaydi hech qachon. Prosta tak bugun gap aytyapman. Menga Telegramimga tashlab berishdi videolarini, rasmlarini.